Assalomu alaykum qadrdonlar, bizni YouTube tarmoqlarida kuzatib boradigan obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi ishlarimizni taqdim etmoqdamiz. Bu ishimizni Andijon viloyati Paytiq shahri To'rko'lda o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar to'liq obzorni qilib beramiz. Bu ishimiz skromniy fasonda yoqtiradigan obunachilarimiz uchun taqdim etmoqdamiz. Ko'rib turganlaringlardek mana bu dorixona o'ta skromniy fasonda bo'lgan. Unaqa bir dona ham tilla aralashmagan skromniy fasonda ixcham va nima desa bo'ladi, media tegmaydigan fasonda bo'lgan. Buni uyda egasi xohladi. Ko'rib turganlaringlardek biz chiroyli qilib o'z nihoyasiga yetkazib berdik. Uyda egasiga skromniylik yoqar ekan, tilla pillalar yoqtirmaydi ekan. Shuni inobatga olgan holda biz shunaqa go'zal holatda qilib berganmiz. Mana bu dorixonani qilib berganmiz. Ko'rib turganlaringdek, hozir mana bu yerda kichkinagina koridorchasi ham bor, dorixonadan kirish. Bu yerda ham bir xil fasonda qilib, chekkalariga MD fasonda aylantirib, oqqa mokriy svetda, keyin mana o'rtada shaxmatli do'ppichalarni ham haytay fasonda qilib, chiroyli qilib berganmiz. Qadrdonlar, mana bu chekada MDFlarimiz metrga yuradi. Bu tunikofonni chekirmaydi. Sizga ham shunaqa qilish kerak bo'lsa, shuni ham hisobga olib qo'yasiz. Mana bu ko'cha tomonlarimiz. Ko'cha tomonlarimiz ham qoshli fasonda bo'lgan. Ko'rib turganlaringdek, oqqa mokriy fasonda qilib berganmiz. Hozirgi kunda tunikofon narxini 1 kvadratini hamma yoq asfalt ichida 120 mingdan boshlab 140 ming so'mgacha qilmoqdamiz. Sizdangina faqat obed, yemoq-ichmoq bo'ladi. Qolgan hamma narsasi o'zimizdan. Uyingizga borib o'lchab, razmer olib, bukib, tayyorlab, o'rnatib berib ketamiz.